Assalomu alaykum Erkinjon Turdimov, yaxshimisiz? Hokim bova, biz bir necha yildan beri yugurib yuribmiz. Bizga mana shu do'konlarni qurib berdi, bu noqonuniy joyga. Buni kadastri yo'q, hech narsasi yo'q. Bir bordik, bir adashdik. Bir qo'l qo'ydik-ku, qo'l qo'yishga. Lekin bular bitirib mana shunday rostqa qilib berdi. Bir firibgar insonlar ekan. Ularning firibgar bo'lganidan bankning xabari bo'la turib bizga mana shu narsani qildirdi. Bankning xabari bor ekan, ular bizdan oldin ancha odamlarni taqshatib yurgan ekan. Bilib turib bizni ham shu ahvolga tortishdi. Endi mana shu 4 yildan beri mana shunday yuribmiz. Mana shu ahvol bir qavat yozda o'tirib bo'lmaydi, qishda o'tirib bo'lmaydi. Xullas har kimni alohida bo'lish kerak ekan. Noqonuniy joy, sveti yo'q, hech narsasi yo'q. Xullas na pulini ko'rdik, na qabul qilib oldik. Mana bugungi sana 2025-yil 8-mi? 8-aprel. 8-aprel kuni mana yana qaytadan sizga murojaat qilyapmiz. Prokuraturaga boryapmiz. Prokuratura bizga o'zaro kelishinglar deyapti. Bu o'zaro kelishadigan narsa emas, chista bu firibgarlik, bu xalqni algizi bilan o'ynash. SMBga bordik, yo'q. Sudga boryapmiz, sud dalil yetarli emas deyapti. Lekin natijada noqonuniy joyga qurilgan. Pulni ular olgan, biz pulni ham ko'rganimiz yo'q. Ular jihozlamagan, hech narsa qilmagan. Aylanasiga noqonuniy. Buni bir chorasini ko'rib yordam berishni so'raymiz. Bu yerda hammasi bir-biriga aloqasi bor. Bu Mirzaqulov Botir deganlari hammasi o'zini odami, o'zi yegan ichganmi, nima qilgan bo'lsa, qayoqqa borsak sekingina shu narigi tomonga yon bosadi, bizni bir balo qilib chiqarishadi. Biz yana shu ahvolda, yana detski, yana shu nagrani bor, pensiya, mana dokumentli nagran bolam bor, 1 million oyligim bor. Na detskini olaman, pensiyani-ku bir amalladik, 3-4 oydan beri olyapmiz. Bu shu narsada biz yordam berishni so'raymiz. Siz aytgan narsalar kelyapti, ketyapti, natija yo'q. Bu prokuratura sudga oshirish kerak. Oshirmayapti, bizni vakolatimiz emas. Lekin yaqinda mana sudga berdik. Hammamiz sudga bera olmadik. Pulimiz yo'qligidan. Bir kishi sudga berdi. O'shanda ham advokatga pul yo'q edi. Hamma pul tashlab bitta advokat nanimat qildik, ushladik. Endi bismillah deb bordik sudga, lekin yana o'sha ahvol. O'zingiz bir qo'llab-quvvatlamasangiz, Sirdaryoni yaxshi tozalabsiz, borib ko'rdik, lekin bitta shu sudyalar qoldida shu Botirga, hokimga tegishli oldingi algilarga, allamalarga. Shuni ham qo'llab-quvvatlashga yordam bersa yaxshi bo'ladi. Bu oxir nimaga boryapti buni oxiri? Bir natijasi bo'lish kerak-ku. Biz pul ko'rmasak, bu yerdan bir foydalanamiz dedik, bir foydalanish o'rniga biz kirib ketdik. Har bir odamniki kamidan hozir 50 million, kimdir 37 million, endi odamlarning aytishi bo'yicha bittasiga 70 millionga chiqib ketdi deyapti. Biz uni ham bilmaymiz. Qo'limizda dokument yo'q. Hech narsa yo'q qo'limizda. Magazin topshiriq. Buni dedim, yana auksionga qo'yib sotib olishgan bu yerda bizga ogohlantirish bermasdan. Bu qanday bo'ladi? Hozir endi auksionda yutib olganlar bu bizniki deyapti. Qanday ularniki bo'ladi bilmadim. Xullas, mana shunaqa narsalar. Iltimos qilamiz sizdan. 9 ta magazin mana shunday. Butka 9 kishi shu ahvolda, hammamiz shu ahvoldamiz. Mana shular to'kilib yotibdi, patologlar yer. Eshiklar ba'zi birlari do'konni qaysi birligi bilmaydi, kimniki, bu menikimi, unikimi bilmaydi. Topshirilmagan bu yer, bitkazilmagan. Shuning uchun bir qo'llab-quvvatlasangiz yaxshi bo'lardi, chunki mana hammasi bir-biriga aloqasi bor. Hech birovdan yordam yo'q. Bu yerda asosiy ayb bankniki, bank moshenniklarni, firibgarlarni bila turib, o bizni qo'l qo'ydirib o'shalarga pul chiqargan o'zi xatoni kattasi shularda o'zi. Bilgan ular shunaqa ish bilan shug'ullanyapti. Men bankka borganimda menga bank xodimi bittasi aytdi, aka, bu 33 million firibgarlarning biznesida akasi tushib qolgansiz dedi. Men aytdim, bilar ekansizlar, nega tushirdilaring bizni? Desam, endi bizni aybimiz emaslar dedi. Bo'ldi, keyin kirib ketdi. Shu bilan mana shu yuribmiz.
bank sayyor qabuldan keyin nima dedi bankirlar kelib? Faqat imzo qo'yib bergansizlar. Endi o'zlaringni aybla. Bitta imzoni aytyapti. Bu imzo biz O'qimasdan imzo qo'yib bankka beribsizlar. borganda bu yerda mahalla boshchiligida mahalla turgandan keyin bankka borgandan keyin qaysi ko'chada bo'lsa-ki odam ishonmasa, lekin davlat tashkiloti bank mana mahalla raislar boshchiligida bo'lgan gapda qo'l qo'yilgan. Agarda yo'q, u dalani boshida bo'lsa-ki, mana shunaqa narsa bo'ldi, nega qo'l qo'yding desa, bu yerda xalq unga ishonma, bunga ishonma. Nima qilish kerak? Shunday bo'ldi. Natijada qo'l qo'yildi, qo'l qo'yilganiga yopishib olgani bo'ldi, shuni qo'yib yubormayapti. Qo'l qo'ygansanda, qo'lni aldash maqsadida qo'ydirgan ular. Qo'lni aldash maqsadida qo'ydirgan. Bo'lmasa biz bunaqa vaziyatga nimaga tushamiz? Biz ahmoq emasmiz-ku. Bitta quruq butkani o'ziga 33 million olish qaysi odam oladi? Na prokuror oladi, na sudya oladi, na bank oladi, hech kim olmaydi. Vaqtida qurib